salkam 2 asr yashagan onaxonni oldiga ko'rgan bormoqchimiz. Hozir gul do'koniga keldim. 107 yoshli ekan. Xo'p, gul tanlaymiz endi. Yosh kattaroq onaxonlarga gul kerak-da, qaysidan olamiz? Bu живой, a? Ha, живой, tabiiy hammasi. Metan shaharchasiga keldim. Metan shaharchasida 107 yoshga kirgan onaxonimiz bilan suhbatlashgan bo'layapman. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Sizga gulab ketdi. Manam boshqa qo'yacağım boshqa. Savol bo'lsin, tashlab qo'ymaymi? Yo'q. Onajon, yaxshimisiz? Xudoga shukr. Siz Qanday? zo'r. Sizlar yoshingizga yetib yuring. Omadlarini seversin. Sizni ko'rgan keldim men. Uzoq umrlardan bersin bolajonim. Meni shuncha hurmat qilsangiz. Hurmat ko'ringizlar, yaxshilik ko'ringizlar. Ey Xudo, banda Xudojonim o'zi. Asrasin turli falokatidan, keldi balalaridan. Nechinchi yil tug'ilgansiz? 24. 1924-yil. Ha. Umringiz uzoq bo'lsin, ona, umringiz uzoq bo'lsin. Otam manam yenamni yaxshini bergan ekan. Otam 60 yoshda ketdi, yenam 40 yosh. Sag'ir qolganman ukam bilan. Xudoga ming qala shukr. Shuncha chevara. Hammasi bir 60 Ma'lus. Xudoga shukr. Hammaga ko'rsatsin, barchaga ko'rsatsin. Sizga ham ko'rsatsin. Xudo banda umringizni bersin. Yoshlaringizni bersin. Hurmat, izzatda bo'lin. Bolalaringizga, Xudoga, elga, xalqqa xizmat qilib. Onajon, medallar ham bor ekan. Xudoga shukr. Ishlab olganman bu medallar. Ha, eshityapsiz-ku, bu eshitmayman deyotganingiz. Eshitmang. Nima medallar bular, ona? 45 yoshda bitta medal berib ketdi. Paxtani ichiga kirgizib, rasmimni olib ketdi. Shundan medallar olib berdi. Ha. 45-yilda Stalin davrida. Onajon, 102 ga kirish sirini bir aytib beringchi. Nima siri bormi? Uzoq yashashda 102 ga kirishdi? Siri. O toza ishlarni ko'p qilganmiz. Xo'sh haydab, bug'doy yegib, paxtani nur solardi pillada. Bu o'samasidi. Paxtani ichiga kirib, paxta bir o'zimizdan katta. Mana ochib. Shundan medallar. So'ng Karim ikkita berdi. Urush orqasida shuncha ish qilgan bo'lib. Ko'p ishlarimizni ro'yobga chiqarmagan. Qolib ketgan ishga hech kim tekshirmagan. Och zamon bo'ldi. Shunda ham qiz bolaman ovqat berdim shularga. Yaxshi yerim bor. Otam bilan yerim o'sib. 5 odamni olib qoldim o'limdan. Bana oyran berib, chakki berib sotmadim men. Xudoga ming qala shukr. Bor shundan bitta Ibragim rasm. Balani oldi. Ismingiz nima edi, ona? Ismingiz? Tuyg'un Momo. Videochi bo'laman. Shu Ishtixonda yashayman-da, menga bitta duo bering. Shu sizlar yoshlaringizga yashab yuring. Xudo bana yetkazsin. Xudoya ishlaringizga omad bersin. Xudoya bolalaringizni boshir. Shoshdan bo'lsin. Umrlari uzun bo'lsin. Xudo bana parvardigar. Meni yoshimda yosh bersin. Meni kunimdagi kunlar. Yomon kun ko'rmadim. Shundan keyin ham shu ishlab kunimda ko'rdim. Rahmat kattalarga. Rahmat boshqalarimizga. Mana buni 2 medal berdim. Hozir bo'lib turgan 5 medalni egasiman. Mana urushni valitim, mana boboy. Onniki ham 7 medali bor. Ana shu tip. O'zarxili 2 qizim bo'ldi. Bittasi o'tkirjandi. Enasi edi. Doktor edi. O'tdi dunyodan 20 yil bo'ldi. Ana shu tip. Shuni bolalar mana shu yerda qizini shu yerga kelin qildi. Bo'lasiga rahmat. Elimizga, xalqimizga, Xudo banda
ayniqsa sizga katta rahmat, meni istab meni so'rab kelgan oyoqlaringizga gullar pishsin. Xudoyo xudo banda bolalaringizga bosh bo'lib, vataningizga xo'sh bo'lib, yaxshi hayot kechirib, xudoyo xudo banda 120 yoshlarni bersin sizga. Amin. Allohu akbar. Obunachilar, men onam 102 ga kirar ekan, boya 107 ga deb adashibman. Xudo xohlasa umringiz uzoq bo'lsin ona. Mana chevaralar, evarasini ham ko'rdim. 10 ta chevara bor bolalarimda. Shunday. Nechta bolasi bor? Olmishlar. Evara O'zini ikkita qizi bor. Qizim nima ketdi? Kuyovim bilan ikkovi bo'ylab ular. Opa singildi bolalar. Yaxshi yashayman. Mana chevaralar, mana kelinlar. Kelinlar yaxshi qarayaptimi? Yaxshi qaraydi. Baraka topsin. Xudoyo xudo yomon ko'rimni ko'rmasin, yomonlikni ko'rmasin. Orqa o'tiraman. Shunday tarbiyasi yaxshi. Ota-onasi ham yaxshi. O'zlari ham undan yaxshi. Hammasi oyoqqa turib xizmat qiladi cho'p. Xudoga shukr. Ko'rsatganiga shukr. Shu. Onajon, siz yaxshi qoling. Men endi qaytaman. Mayli. Maylimi? Yaxshi boring. Xudoyo yomon kun ko'rmang. Xo'p. Yaxshi kunlarga. Xo'p, rahmat. Shunda turasizmi? Albatta. Mayli, amin. Xudoyo xudo banda uzoq umrdan bersin. Xudoyo yaxshilik kunlarni ko'ring. Doim qadam meni eslab yuring. Albatta. Xor bo'lmaysiz, zor bo'lmaysiz. Yaxshi. Allohu akbar. Obunachilar, meni ko'rganlaringizdek Ishtixon tumani Metan shaharchasida shu Hasan Husayn shu mahallasida joylashgan ekan. Duolar zo'r berdi. Juda ham xursand bo'ldim. Hammalaringiz umrlaringiz uzoq bo'lsin. Yana kommentariyaga yozingizlar, yana bir yosh ulug' keksa onalarimiz bo'lsa ko'rishga boramiz, video qilamiz Instagramga. Hammaga rahmat. Obunachilar, men adashibman, boshida 107 yosh deb 102 ga kirar ekan, salkamiz 2 asrga o'zi o'tyapti. Juda ham xursand bo'ldim. Onaxon juda ham ajoyib ekan. Hammaga rahmat tomoshabinlarga.